Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun biz qazni tayyor bo'lish jarayonini ko'rib chiqamiz. Qazi Tashkentskiy deydimi, Qozogskiy deydimi, erkaklarning sevimli taomi. Buni endi o'zim bilganimcha qilyapman. Endi hamma har xil qiladi. Bir kun, 2 kun oldin go'shtlarini kesib, marinovka qilib, kimga qanaqa pripravalar yoqadi, shulardan solib marinovka qilib qo'ysa, 2 kundan keyin mana qilib ichagimiz yuvilgan, ichakka solib, asosiysi zira, murch, kashnich, ta'bga qarab chesnok qo'shsa ham bo'laveradi. Qo'shib yog'liroq yeyishni xohlaganlar bo'lsa, mana otni yog'idan kesib qo'yganmiz. Ikkita go'sht, bitta otni yog'i, ikkita go'sht shunaqa o'tkazsa bo'laveradi. Buni biz endi qo'lda qilyapmiz, домашний sharoitda, uy sharoitida. Buni ichakka joylab bo'lganimizdan keyin sovuq suvga qozonga qo'yib 3 soat, 2,5 soat qaynatamiz. Qaynatayotgan paytda ichakni igna bilan teshib qo'yamiz, чтобы yorilib ketmasligi uchun. Farruh? Endi ichak. Hozir biz videoga olayotgan operator aytayaptiki, bu necha pulga bitadi, qanaqa deb so'rayapti. Biz hozir endi Rossiya sharoitida bozordan go'shtni, masalan, otni go'shtini 450 so'mdan olsak, shu 1 kilosi 450 so'm, otni go'shti 200 rubl ichagi bo'lsa 150 rubl bo'ladi otni yog'i. Endi shunga qarab hisoblab 1 kilosiga где-то shu 600 so'm, 650 so'm shunaqa rasxod bilan bitadi. Endi o'ziga qilib yeyman deganlar bo'lsa, pulga olib yeyman desa ko'proq bo'lib ketadi unda. Masalan, sotayotganlardan olib yesa, u bitta palkasi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? 850 so'm, 900 so'm, borganda 1000 so'mga olib yeyishi mumkin. O'zi qilib yesa ham ishonchli, ham go'shti yaxshi, toza bo'ladi. Endi boshqa joydan qandoq qilib qilgan, nima solgan bilib bo'lmaydi. Shuning uchun hamma o'ziga o'zi qilsa, ham chiroyli chiqadi degan fikrdaman. Shuning uchun mana biz o'zimiz uyda uy sharoitida qilamiz. Biz ozgina qilmayapmiz, hozir juda ko'pchilikka bu pashti bir tog'ram bo'lib qoldi. Operatorimiz sekin olib kelib ko'rsatsa. Bitta 2 xilda endi. Bitta 2. Mana bunisi otga, shundaymi? Bittasi otni go'shtidan, bittasi qo'ydi go'shtidan. Hozirgisi qilayotganimiz bu. Bittasi bo'ladi. Uzun ketmaydi. Bittasi ham bo'ladi. Qo'ydi go'shtidan o'tgan safar qilgandik. Juda bir boshqacha ajoyib bo'ldi. Shuning uchun hozir nima deydi? Takroriy qazi bo'lyapti. Qo'ydi go'shtidan ham qilsa, misol uchun otni go'shtidan farq qilmaydi ekan mazasi bo'yicha. Bilmaganlar otni go'shti deb yeyish ham mumkin ekan. Hozir ayni paytda mana shu qo'ydi go'shti. Qo'ydi go'shtiga biz otni yog'ini aralashtirmayapmiz. Chunki biz ichimizda otni yog'ini yemaydiganlar ham bor ekan. Shuning uchun hozir otni yog'i bilan otni go'shti alohida qilib hammasini ichakka tiqyapmiz. Keyin hammasini bir qilib qozonga tiqib, o'zimiz hozir buni morozinlikka tashab qo'yamiz. Morozinlikka tashab
qachonki yegisi kelgan paytda olib turib qozonga solib uni qaynatib bo'lganingizdan keyin suv judayam kuchli foydali bo'lgan suv qoladi. O'sha suvni sho'rva qilsangiz unda nima deydi, yana ham yaxshi bo'ladi. Ayniqsa hozir mana Rossiyada ko'pchilik yuradi. Ular mana qish kunida yesa, qilib yesa ancha muncha foydasi bor. Shu endi nima ham deymiz. Kechasi ishdan kelib shu yegimiz kelib qilib o'tiribmiz. Hozir bu yerda bu operatorimiz qiziqib nima deydi, syomka qilishni boshladi. Iloji yo'q. Iloji yo'q, yo'q deyolmadingmi? Bo'ldi. Ajoyib. Operatorimiz Akmaljon. Salom.